Jarayon mazkur tizimda boshlanadi. Bu joyda mana yer ostidan 20 metr chuqurlikda suv olib turiladi doimiy. Mana bu motorimiz 1 soatda 138 metr kub suvni tashqariga chiqarib berish qobiliyatiga ega. Hozirda buni maxsus invertorlar yordamida tokdan ekonom qilish va biz ortiqcha suvni chiqarib yubormasligimiz uchun maxsus invertorlar yordamida shulardan foydalangan holatimizda ishlatib turibmiz. Hozirda soatiga 70-75 metr kub litr suv chiqaryapti. Endi bundan keyingi jarayonimiz kislorod bo'ladi. Endi kislorod bilan tanishamiz. Rahmat. Suyultirilgan kislorodni gazga aylantirib, suvda baliqlarga yetarli miqdorda eritib bergan holatda foydalanamiz. Buni qulayliklari shundaki, tok ekonom bo'ladi, ya'ni elektr rasxodidan bizni qutqaradi. Tok o'tishi, tok uzilishlari bo'lgan paytda bu suyuq kislorod o'zini osmotik bosimini hisobiga bizni uskunalarimizga kirib boradi. Bundan chiqayotgan suyuq kislorod maxsus isparitelimiz yordamida, ya'ni suyuq kislorod gazga aylantirish jarayoni kechadi isparitel ichida. Undan keyin gazsimon kislorodni maxsus shu suvda eritish qurilmasiga beriladi. Mazkur joyda yer ostidan chiqayotgan suvimiz maxsus degazatsiya uskunasi yordamida suv ichidagi turli xildagi bizga keraksiz bo'lgan gazlarni chiqarib yuborish jarayoni kechadi. Shu bilan bir paytda mana bu yerda havo haydab beruvchi maxsus kompressorlarimiz bor. Bular ham baliq basseynlariga, ham shu yer ostidan chiqib kelayotgan suvga, suv ostiga qo'yilgan. Bu oddiy atmosfera havosini katta bosim ostida haydab berishi natijasida yer ostidan chiqib kelayotgan zararli gazlarni atmosfera havosiga chiqarib yuborish vazifasini bajarib beradi. Mazkur joyimizda suyuq kislorod, mana suv ostidagi maxsus isparitel, ya'ni suyuq kislorodni gazga aylantirish jarayoni kechadi va bu yerdagi gazsimon kislorod mazkur mana shilanglar yordamida kislorodning konusimizga tushadi. Bu yerda oksigenatsiya jarayoni kechadi, ya'ni kislorodni suvda erish jarayoni amalga oshiriladi. Bunda ikkita texnikamiz ish bajaradi. Kislorodning konus, yer ostida mana suvni olib konusga haydab beruvchi maxsus nasoslarimiz amalga oshiradi. Bu konusimiz ichida 1 atmosfera bosimida bosim mavjud. Shu bosim hisobiga gazsimon kislorod suvda eriydi. Keyin baliqlarimizga hammasiga o'zini yo'nalishi bo'yicha tarqatib beriladi. Suvda erigan kislorod mana shu joydan boshlanib baliqlarga taqsimot qilinadi. Endi bu yerda yana bir yangiligimiz mavjud. Invertor deb nomlanadi. Maxsus Xitoydan keltirilgan. Bu dvigatellarimizni ishlash qobiliyatini biz xohlagan paytimiz yuqoriroq, xohlagan paytimiz pastroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana bunda ko'rishimiz mumkin. Yer ostidan suv chiqaradigan nasosimiz 40 Hzda, yer ustidagi nasosimiz 38 Hzda ishlayapti. Bu degani foizga o'tkazdiradigan bo'lsak, bittasi 54, bittasi 63% to'liq holatda ishlayapti. Biz baliqlarimiz katta bo'lgan sari yoki bir yemga talabi ortgani sari maxsus invertorimizdan kuchaytirib suv berish qobiliyatini oshirishimiz yoki biz boshlang'ich formada, ya'ni hozirgi paytda kamaytirib ham tokdan ekonom qilishimiz, ham ortiqcha suvni tashqariga chiqarib yubormasligimizga hissasini qo'shadi. Mana eng oxirgi tizimimizning eng asosiysi, eng oxirgisi bo'lgan joyga yetib keldik. Bu joyda hamma baliqlarimizdan kelgan suvlarimiz yig'iladi va mana mexanik filtrimiz yordamida suvdagi yirik baliqlarda har xil axlatlari bo'lishi mumkin, tishlari yoki tangachalari bo'lishi mumkin. Shulardan xalos qilish jarayoni kechadi.
Shunda Shavkat akam, xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, mazkur texnologiya baliqlar uchun qulay muhit yaratishga, suvni tozalab turib, kislorod bilan ta'minlashga yordam berar ekan. Xuddi shunday. O'zi har bitta hovuzda nechtadan baliq bor bu yerda? Mayda farelli basseynlarimizda har birida 1000 donadan общий 11000 dona farel baliqlarimiz mavjud. Hozirda bular 45 grammdan to'g'ri keladi har bir donasi. O'zi qanday holatda olib kelingan? Kelgan paytida 18 gram kelgan. Shavkat aka, o'zi bu baliqlar nima bilan oziqlantiriladi? Necha mahal ovqat beriladi ularga bir kunda? Bularda o'zini balanslashgan yemlari mavjud. Yuring, ko'p gapirganimdan amalda ko'ring. Yaxshi bo'lardi. Shavkat aka, bu yerda baliqlarni har xil turi bor. Ularga hammasiga o'sha bir xil oziq-ovqat beriladimi yoki har xilmi? Yo'q, bularni fiziologik holatini to'liq o'rganib chiqilgan holatda maxsus balanslashgan o'zini ozuqalari mavjud. Masalan, farelni maydasiga boshqa, yirigiga boshqa, asyotirimizga boshqa, karp baliqlarimizga boshqa, ya'ni tarkiblari turlicha qilingan maxsus balanslashgan omuqda yemlar beriladi. Bir kunda necha marta? Unisi ham turiga, zotiga, baliqning yoshiga qarab belgilanadi. Masalan, hozir mana mayda farelni oldida turgan bo'lsak, bularimiz bir sutkada 6 mahal yem beriladi. Shu bular uchun norma. Ya'ni kunlik normasi bor. Baliqning o'zini tana massasidan o'rtacha 1,5-2% atrofida ozuqa iste'mol qiladi bir sutka davomida. Biz shu umumiy har bitta basseynda yoki общий basseynimizdagi baliqlarimizni miqdori, soni bizga ma'lum bo'lganligi uchun shulardan kelib chiqqan holatda qancha miqdorda yem berishimizni hisoblaymiz va 6 mahalga bo'lib baliqlarimizga yediramiz. O'zi necha kunda tayyor bo'ladi baliqlar sotuvga? Bular asosan go'sht yo'nalishida, to'g'rimi? Bizda endi go'sht yo'nalishida boqiladi. Hozirgi xo'jaligimiz mayda lichinkalarini yirikroq basseynlarda boqqungacha bo'lgan muddatda boqiladigan baliqlar bular. Ya'ni hozir kelganida 18 gram edi, hozir mana 45-50 gramga yaqinlashib qoldi. Yana 10 yoki 15 kunligi qoldi. Bundan keyin katta basseynlarga olinadi. U joyda 3-3,5 oy atrofida tovarni holatga yetib keladi. Baliqchilik xo'jaligini tashkillashdan oldin avvalo o'sha tashkillanayotgan hududni, ya'ni geografiyasini, u yerdan misol yer ostidan yoki yer usti suvlaridan foydalanadigan bo'lsa, u suvni qancha qabul qila olish hajmini yoki u suvni kimyoviy tarkiblarini ko'rish kerak. Yoki shu o'ziz boqmoqchi bo'lgan baliq turiga shu suv yoki shu geografik muhit to'g'ri keladimi, yo'qmi, shu taraflarini ham to'liq o'rganib chiqish kerak. Masalan, biz mana shu turgan joyimizda mana farel baliqlarini boqyapmiz. Biz yer ostidan bevosita suv olib baliqlarimizga shu kislorod eritilgan holatda berilyapti. Yer ostidan chiqadigan suvimizning harorati 16-17 gradus atrofida. Bu farel baliqlarimiz uchun juda ham normal muhit hisoblanadi. Endi yoz oylariga borganda havo harorati suv haroratiga ta'sir qilish natijasida suv harorati ko'tariladi. Suv harorati ko'tarilish boshlangandan keyin biz karp baliqlarini yetishtirishga o'tamiz. Bu tizimimiz ikki xil baliqni boqishga moslashtirilgan. Qish mavsumida, ya'ni noyabr oyidan buyog'i aprel oylarigacha farel balig'ini boqishga mo'ljallangan. Undan keyingi siklda karp baliqlarini yetishtirishimiz mumkin. Endi bundan boshqa joylarda ham baliqchilarimizga har xil tarishimiz mumkin. Shu boqayotgan balig'ini turiga qarab joyini aniqlash yoki kelayotgan suvga qarab boqayotgan baliqning turini Tolstolok, oq amur, karp yoki karpda turli xil turdosh baliqlarini boqishib foydalanib kelishyapti. Ular ham shu imkon boricha ilmiyroq yondashilgan holatda shu suv bilan to'g'ri ishlash, ko'llarda o'g'itlashni to'g'ri yo'lga qo'yish, suvdagi bir hujayrali yashil suv o'tlari, ya'ni fitoplanktonlar va undan tashqari zooplanktonlarni to'g'ri shakllantirish va baliqlarga ozuqa muhitini ham yaratib berishni hisobga olish kerak.
Ya'ni baliqlarimizda hamma baliqda o'zini fiziologik holatidan kelib chiqqan holatda yemlarimiz maxsus balanslashgan ko'rinishda kelyapti. Hozir mana zamonaviy yemlarimiz, zamonaviy texnologiya, ya'ni suvda cho'kmaydigan, ya'ni ekstruderlangan yemlardan foydalanish hozir rosa ommalashyapti. Bug'doy, makka, arpalardan foydalanish hozir endi ozgina chetga chiqib qoldi. Ular bilan masalan karp baliqlari boqilgan paytda yog'li bo'lib qolyapti yoki o'sish surati past. Masalan, yil vegetatsiya davri 210 kun davom etadigan bo'lsa, o'sha vegetatsiya davrida shu bug'doy, makka, arpa yoki shunga o'xshash oddiy mahalliy o'zimiz qo'limizga kirgan don yoki shunga o'xshash mahsulotlardan foydalanadigan bo'lsak, vegetatsiya davri tugaguncha 1,5 kilo, 1 kilo 300 atrofida bo'lsa, hozir mana shu balanslashgan maxsus yemlardan foydalanadigan bo'lsak, 2-2,5 kilogacha ham qilishyapti dehqonlarimiz. Endi bizni bu tizimimizga yana bir to'xtaladigan bo'lsak, bu tizimimiz afzalligi shundaki, kichik hududda, kichik ob'yomdagi suvda ko'p miqdordagi baliqlarni yetishtirish. Bu yerda masalan mana shu bir dona basseynimiz 7 metr kub bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 50-60 kilogrammgacha har bir kubiga 50-60 kilogrammgacha baliqlarimizni o'stirib olib chiqa olishimiz kerak. Biz uskunalarimiz shu holatga chiqqungacha bemalol javob bera oladi. Baliqchilik sohasi juda ham daromad soha, 7 xazinani biri ham deyilgan bu. Fuqarolarga ham, oddiy aholiga ham boqish tavsiya qilinadi. Qachon? Faqat to'g'ri yondashuv bo'lgan holatda, ya'ni bir mutaxassis bilan fikrlashgan holatda baliq boqishni tavsiya qilaman. Shavkat aka, ilm bilan yondashilgan har bir ishning samaradorligi yanada yuqori bo'lishiga yana bir bor amin bo'ldim. Aynan baliqchilik sohasida ham shunday ekan. Xuddi shunday. Sizga bergan ma'lumotlaringiz uchun, tavsiyalaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki, tomoshabinlarimiz uchun ham, aynan baliqchilik bilan shug'ullanadigan fermerlar uchun ham bular manfaatli bo'ldi, foydali bo'ldi. Biz esa davom etamiz.